Siz deyilyapti, tadbirkorlik subyektlari biron bir mahsulot olib turib, uni abnal qilib yoki soliqqa qo'shimcha soliq to'lagandan ko'ra naqd olyapti-da, qo'shimcha qiymat solig'ini to'lamasdan bozor rastalaridan to'g'ridan to'g'ri. Hozir naqd pul berasizlarmi? Necha kunda chiqarib berasiz? Nima masalan? 2 kunda chiqarib beramiz. Eng kami qancha tikim o'sha nima qilib qo'limdan tikish qilish kelmasa. Eng kami, ya'ni o'zingiz 300 million so'mgacha bo'lgandan keyin siz bergan zalogingizni oladi-da, shuni. Yo'q, zavodsiz qancha olsam, zavodsiz оборот, aylanma korxonani aylanma mablag'i bo'lsa 100 million so'mgacha beriladi bezalog. Faqat tadbirkorlar uchun. Tadbirkorlar uchun. Tadbirkorlikni tashkil qiladiganlar uchun o'zini o'zi band qilib turib, yaltitli sifatida davlat ro'yxatidan o'tib turib, zalog bilan 300 million so'mgacha kiritsa bo'ladi. Nimajan? Savolingni ber. Kerak bo'ladi, sen ham tadbirkorsan. Foiz 24%. Boshlanish 24% dan oshib boradi. Yiliga qarab oshib boradi. Ha, yiliga qarab oshib boradi. O'z-o'zini band qilish bo'yicha-chi? O'z-o'zini band qilish bo'yicha unga hozirgi kunda 5 million kredit beryapti. Kafil